Yo, WhatsApp nigger. Bugungi videomizda bola zombi apokalipsisda biz 100 kun hardcore qilib yashab qolishimiz kerak. Bu mod esa o'z ichiga turli xil shaderlar, turli xil modlar va zombilarni o'z ichiga oladi. Va biz turli xil strukturalarning ichida yashab qolishimiz mumkin, turli xil bunkerlarda ichida yashab qolishimiz mumkin. Xo'sh, videoni ham boshlab oldik. Mana aytganimdek, shunday narsalar bu yoqqa yuraveraylik. Nima deydi? Bunker of Takaka. Bilet zombi qoch. Yo'qola bilet. Yo'qolani pul o'ldirish juda ham qiyin ekan. Narsalarni olamiz. Endi buni hara qilamiz. Nima bu? Family bir balo. What the fuck? Bilet. Qani kavzab ko'raylikchi, ichidan zombilar chiqsa yoki narsalar chiqsa nima bo'lar ekan. Qani qaysi biridan boshlaylik? Bunisidanmi, unisidanmi? Ketdik. Tozalik. Hech narsa yo'q, bunisida ham yo'q. Yo'q hech narsa batladi, bilet. Modda ko'rgan edim, qurollar chiqardi mashitlardan. Ketaveraylik bo'ldi. Zombilar ko'rinyapti ekan. What the fuck? Qoch. Zombi bola. Короче, zombi. Qochish kerak. Bolalar ham zombi kechasi tushsa qolmaydi. Voyadi shu bola jigarliklar. Qoch. What the fuck? Bola ham zombi qayoqqa? Zombi bu yerda. Hamma yoq zombi. Zombilarga to'lgan joy. Va birinchi narsalarni yig'ib olish kerak va daraxt chopish kerak. Daraxt. Voy, o'zini nimasi bor ekan? Menimcha yaxshi chopilar ekan. Birinchi nimalarni qildik va zombilarni o'ldirib oldik ham. Deylik. The Blood Moon Racing. Kechasi shu vaqtda axir bolalar. Tezroq hozir biz yotish uchun joy topish kerak. What the fuck? Bu yerdan menimcha zombilar kelmayapti. Hozir oldimizga bor. Yo'q, kema. What the fuck? Kelyapti jigarlar zombi. Qochish kerak. What the fuck? Yo. Hech qanday oshib tushmaydimi? Yo'q. Va bu zombilar kira olmas ekan. Jigarlar bir kun yashab qolayki, yer tagida yashab qolgan yaxshigina sanadi. Jigarlar, umid qilamanki. What the fuck? Shuncha xuddi Counter oldida zombi modini yo'qib nima qilganga o'xshaydi. Просто qoch. O'zingga yo'q bilet. Qochinglar. Voy, bular hali kirdilar ekan uyga. What the fuck? O kadar qilib tushiravermasa bo'ldi. Qo'pasam. Video shu joyda turadi. Yo'q. Agar hozirroq kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yishingizni iltimos qilib so'rayman. Agar bu vaziyat lekin bunaqa kunlarni boshimizdan ko'p o'tkazamiz. Ya'ni biz zombilarni aytmoqchi, kundan kun sayin kuchayib boradi. Kundan kun sayin kuchayib va yovuzlashib ketaveradi. What the fuck? Menimcha menda reja bor. Bular suv orqali oqadi. Chiqib olar ekan. O'zingga yog'imi, voy bilan. Короче, jigarlar qochamiz, oyog'imizni qo'lga olib. Menimcha ikkinchi kun ham boshlab oldik va shuncha zombi bilan tak biz ko'rgan uylardan o'tib ham olamiz. Jigarlar sunduq ichida voy bilan musor.
Короче, biz o'zimiz uchun ovqat olishimiz kerak. Bo'lmasam ahvolimiz voy bo'ladi. Tak, bu yerda yeyish uchun hech balo yo'q deyarli. Shuning uchun baliq ham tutib olamiz. Yo jigarlar, короче, shu videoga 1000 ta like yig'ib bersanglar, bu videoni ikkinchi qismini YouTube kanalimga joylayman. Iltimos hoziroq obuna va like tugmachalarini bosib qo'yinglar. Agarda videoni ikkinchi qismini tezroq ko'rishni xohlasanglar, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Короче, kirib oldik. Ikkinchi kun qilgan ishlarimiz mana shunday bo'ldi. Va 3-kunda biz mana shunday zombilarga qarshi kurashdik. Bu yerda nima borligini va bu qanday sirlar borligini ko'rish maqsadida zombilarni ura boshladik. Bularni bitta-bittalab o'ldirdik va undan tushgan aslahlarni kiyib ham oldik. Bu yerda qog'oz bor ekan va kitoblar. Menimcha aslaha o'qitishga yaxshi. Bu yerda ham shunday holat. 3-kunda jigarlar mana shunday yerni topdim va zombilarni qamab qo'ydim. Bu yerga tushmaslikni maslahat berar edim. Va bu yerda hech narsa yo'q. Sundukda esa allambalo narsalar, yemish, ya'ni yeyish uchun kerak bo'ladigan. Sundukning ichida esa 9 ta temir bor edi. Va bu yerdan ketdik. Ikkinchi uyda bo'lsa jigarlar, biz ovqatlarimizni pishirib oldik va 4-kun qiladigan ishimiz daraxtlarni chopib oldik. Va eng asosiy narsa bizda daraxtlar bo'ldi. Ikkinchisi qo'ylar topdik, o'tlar yig'ishtirib oldik. Yana daraxt chopdik. Qo'yni junini oldik, krevat yasash uchun albatta. Va o'zimiz uchun, ovqat uchun albatta. Va sunduklarni bitta-bittalab olib oldik. Bu yerga kirdikmi, kirmadikmi bog'ladi. 4-kunda esa biz zombilarga yana bir martalab qarshi kurashdik. Va nimaga to'g'ri chiqyapti desanglar, bu zombilarni urun bergan zarbalarimiz. Va 5-kun ham tongga otdi va biz qayerdadir strukturalarni ko'rdik. Ya'ni bu minorami yoki uy, Xudo biladi. Men esa bu yerga borishga qaror qildim. Yetib kelganimda esa bu yerda qandaydir nima borligini topdim va bu yerga kirmoqchi bo'ldim. Adashmasam bu yerda qandaydir yozuvlar yozilgan. Men esa qo'y deb ketaverdim. Yo'q. Bu yerda nimadir deyapti. Xullas, bu yerda biz qiladigan 100 kun yashash maqsadida, chunki bu yerni zida zahar topib zombilarni nima qilishimiz kerak. Asosan shu 100 kun yashash bo'ladi. Tak, biz u yerda hech narsa topmadik. Bu yerdan chiqib oldik va yo'q, qon. Bularni ham olib oldik o'zimizning minoramizni qurib olish uchun. Va yana bir narsaga meni ko'zim tushdi. Biz aslahalar yasab oldik. Sababi biz zombilarga qarshi kurashishimiz uchun. Tak, 6-kunda esa ko'plab zombilarni o'ldirishga qaror qildim. Ulardan hech qanday foyda ko'rganimni sezib, qochishni boshlab yubormoqchi bo'lgan edim. Biroq bularni o'ldirishga qaror qildim. Shunchaki do'stimni alamini olmoqchi edim. Va 6-kunda biz kechasi ham tushgan deb umid qilaman. Qandaydir yer to'la topib oldim va u yer ichida zombilar, men adashmasam spawner bor.
Bu yerdagi zombilar cheksiz spawn bo'ladi. Va nihoyat ichkarisiga kirib narsalarni o'g'irlab ketdik.